Ha uka, maktab bitirganda endi bog'chaga chiqavering. Sen bilan boja bo'laman deb xayolimga ham kelmadi. Aka, bojani ko'rganda. Sardor aka, turing. Turing. O'zi hozir uxladi-ku. Turing, ko'chalarni supurish kerak. O'zing supuraver. Ko'cha qop-qorong'i, qo'rqaman. Sen chiqib turaver, hozir chiqaman. Ko'ylaklarni yarashganini. Bunaqasi ham bormidi? Uch. Ketdikmi Sardor aka? Assalomu alaykum. O'zini necha kun supurish kerak? Biz ko'chani supuramiz, sizlar hovlini supursanglar bo'ldi. Uka, mana boja bo'ldi. Endi aka-ukalarga o'xshab emas, bunda bojalarga o'xshab gaplashaylik. Haqiqatdan sigaretni oling, Tushunmadim. Akang olti chekmoqchimisan? Nima qildi bojamiz u? Oyijon, bizdan xavotir olmang. Biz bu yerda ahil bo'lib yashayapmiz, mazza qilib, to'g'rimi? Bo'pti, oyijon, yaxshi o'tiringlar. Xo'p. Uka, o'rtoqlaring g'ib deysiz-ki, to'yda o'rtadan chiqmasdan sakraverib odamni sharmanda qildi. O'zingiz o'rtoqlaringiz biling, chol bo'lib yotdi. Yana bolalar bilan kelib olganmen. Charchadim men. Keling, oyijon, men qo'llaringizni massaj qilib qo'yaman. Opa, bunaqa massaj qilmaydi, sekin, avaylab massaj qiladi. Ay, yo'q, sen hali massaj qilishni bilasanmi? Uyda tuxum pishirishni ham bilmasding-ku. Men zato dazmol qilishni bilaman. Aka, narigi mahallada yana opa-singillar bor ekan. Ha? Ya, jinnimisan? O'zi bittasi